O'zbekistonda yoshlarni biznesga jalb etish, ularning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash va global miqyosda yetakchi tadbirkorlarga aylanishiga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan biznes marafon loyihasi yana eshiklarini ochdi. Shu kunga qadar 5 mavsum davomida o'tkazilgan mazkur loyiha minglab yoshlarni biznes olamiga qadam qo'yish uchun zarur bilim va tarmoq imkoniyatlari bilan ta'minladi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Biznes marafonda mahalliy mutaxassislardan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan tajribali biznes yetakchilari, moliyaviy mutaxassislar hamda innovatsiya sohasi liderlari ishtirok etdi. Yoshlarning har kuni ko'rsatayotgan dinamik energiyasi va ijodiyoti bizga katta ilhom beradi. AQSh universitetlarida ta'lim olish uchun ariza topshirayotgan talabalar soni ortib bormoqda. Amerikalik taniqli tadbirkorlar namunasi asosida o'z bizneslarini qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlar soni ham tobora ko'payyapti. Men ushbu loyihadan va yoshlar bilan yanada yaqinroq hamkorlik qilish istiqbolidan juda hayajondaman. Marafon yoshlarning biznes sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirish, yangi bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, global fikrlashni rivojlantirish hamda ularni muvaffaqiyatli tadbirkorlar bilan bog'lash uchun mo'ljallangan. 5 yildan buyon davom etadigan biznes marafonimiz mana bugungi kunda xalqaro bosqichlarda ham o'tkazilyapti. Mana yilning boshida biz Yuta shtatida Amerikada bo'ldik. Ya'ni o'sha Yuta shtatida Sterling fond rahbari Mills bilan tanishganimizdan keyin biz loyihalarimizni hammasini ular ko'rsatganimizdan keyin juda ham qiziqish bildirdi bu loyihaga va o'zlarini mana shu bugungi kunda O'zbekistondagi startaplarga o'zlarining hissasini qo'shish borasida takliflar bildirishdi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, bu yerga qatnashadigan Amerikadan kelgan spikerlarimiz hattoki mana hozir o'zlarining takliflarini bildirishadi, qaysi loyihalarni amalga oshirishga ular ko'maklashishadi va albatta bu yerda biz har konkurslar orqali iqtidorli yoshlarimizni tanlab olib, Amerikaga ham borib ularni tajribalarini almashishni ham yo'lga qo'yish niyatlarimiz bor. Tadbir yakunida ikki davlat o'rtasida innovatsiyalar, startaplar va yoshlar bilan ishlash sohalarida hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan memorandum imzolandi. Biznes marafon bu bilim, tarmoq va yangi imkoniyatlar manbai. Bu yerdagi har bir ishtirokchi o'z bilimini oshirish bilan bir qatorda xalqaro tajribalar ham orttiradi. Kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Yangi davr informatsion dasturi Jasur Hasanov, Asror Ibrohimov, yoshlar.